Shu bugun radioda aytdi o'sha tabobat, ajoyibotlar, tabiat ajoyibotlar, non daraxti, ashularda hammasini o'shunaqa daraxtlar haqida O'zbekistondagini ham gapirdi. Qitga hayron qolasizda. Amnaha. Bitta sho'rva qo'yib kelasan yo boradi. Ha. Uni men shaptalisini yeb danagini tashlab yuboribman. Danagini bo'larmi? Mingdan oshiqapman. Meni oladira. Mo'ylar. Meni olmasa kim oladi? Meni oladi. Ha, selim. Dedim olma. O'zim oladi-da, o'zimni qo'shnim. Ha, mendan foyda yashaysan. O'zim Zaten dünyanın Kur'an'da çıkmadan oğulları. Solucan. 35 yıllığı bana oturun 35 yıllığı. Sen de özür dilerim. Sanatı davet edildi. Karan, ameliyatlar, hangi konuşlarına hazırlanır? Tamam. Bütün başka dağlarda sabredin, neler 13 kaç kilasında? 13 kaç kilasında? 12 ver. 13 ve kilasında otururuz bana. Evet, ama yoş polisi yani. Ha? Adet dağlarınız 50'de 30'da yoş polisi. Ya hazıran, yoş polisi. Sıradaki ilgili veririz biz. Biz 13 ve kilasını bitirganmiz. Şu tuttur olur mu? Bizde 2 tane var. 4 sınıf var. A, B, V, G. Mamcılara gelin. Çay var ya. Evet. Bak gelin. Ne? Çay. Evet. Bak gelin. Mamcılara yaptığı koysa sorun. Assalamualaikum. Mamcılara çoğu yaptı benim. Otur. Evet, mamcılara gidip de bir de uçuk parasından. Sadıvaş. Kıranmazken bu meydana. Hadi. Kur'an. Şurada açın. Hadi. Şurada açın. Bana 35 yılınız buradanızda oturunuz bana. Bana. 35 yıl. Artık hareket gelir. Gelir, kulu rahmat. Gelir. 35 yılınızda oturunuz. Bana geleceğim. Ya Allah ya. Bir çay. Doktor? Sözler bu konuya bunu veririz. Bunu da koyun bana. Bunu da koyun bana. Bana 35 yıl bitirdiniz ya. Yaxşıdan yapın verin. Gördün mü? Bana getirin mikrofon. Doğru. Var mı o gördün? Gördün mü? Bana şu ilk sözünü yapın koyun. Hayır. Video şey yapsın. Bir de öyle mi var? Ha. Bu oyun otucumuz yapışmaz. Kom, görev, buna bu gözüne kokmasın. Bu çakarımızın gözüne olmasın. Bizim başlarımızdan gözüne olmasın. Gelin boyunca okullarımızdan gözüne olmasın. Şu anda vatandaşımız yandan gözüne olmasın. Yaşayalım. İyiliğinizden başlayacağım, maşallah yapsın. Tamam. Tamam. Ama gel
Endi so'zni Abdurahmonga yo'ldoshga bersin. Adamlarga hadi başa gidip başa 10-chi A klassmizlar? Ha, bo'lmaysa qizlar. Ama biz de uçma. Durumu da koymadı. Qanaqa kim biz endi oxirroqda gaplashamiz. Yo'q, o'zida o'zi. Ha, mikrofon qo'yamiz deydimi ha? Ha. Mana nima yaxshi. Kechlar bilmaslik, sinfdoshlar, bilmaslik, do'stlar. Bizni bu xonadonimizga mana 35 yillikka to'plagan ekanmiz. 35 Kerak. Ben yana bir 50 yillikda, 40 yillik, 50 yillikda ishlashni so'raylik. Do'stlik abadiy bo'laversin. Rahmatga muhtoj qilmasdan Ilhomjon ham bola chaqali bo'lib mana shu mikrofonni tushirib, yig'inligimizda bahslarni ko'taraversin. Yaşangan iloyimizga kerak, yuzga kelsa majbur turadi. Endi so'zni Muhammad Darakamga bersa. U burada yerda bir so'zlar gapirsalar. Ben bana martı oldu. Ayın sürekli oldu. Birga olduğumu da koyun. Yaxshi gap gapirmaydi. Yaxshi. Yaxshi gap. Bo'ldi. Gapiradi. Turgan ko'taradi. Mikrofon ko'taradi. Ya. Ayın sen yok. Olmay. Ondan gel. Rahmatli yerga bir kuni zaka tezlik sovuq yuzga keldi. Yuzga zardan mashinadan. Yan bu. Yerden geçiyor. Geçiyor. Hayır, bu çok. Ya, yapıyorum ben de var. Ya kimse bu. Tamam bu. Allah'a şükür. Bilmem maaş mı? Ama ne işin var? Ne yaptın? Ha? Ha? Bana söyle. Sözünüz size bu burada koysun mu? bilan haligi bilan sal ochildimda keyin shu harakatga avval juda oldimga pasayib keldi keyin xayriyat hali maqtab yodlaganimni tugatolmovdimanda hop Ha, Zokirjon aka ham ishlab turdim. Ko'r qilib ham ichib bosmagan ekan. Bu yoqqa chiqib ketdi. Bir 2 soatda bu paydo bo'lib qoldi. Mana ko'z bilan mana shu miya, mana shunday og'rib turib 15 kundan. Keyin buni boshqacha qilish kerak. Mana e'tibor bermasa, biz 5 minut Qo'shnim dedim qiza, meni qo'shnim aylanib ham oladi. Dilbarxon janonaga kelishadimi? Ham qo'shnim ham o'g'lim. Oladi. Sanatoriyga kiradi. Ana kuyma, sen ham qara aka. Kelsa keladi. Ham o'g'lim ham qo'shnim. Oladi meni. O'zlari biladi. Eshitmay qolgani yo'q. Eshitdi. Men jani bahana ko'rishdim, bular aytvordi. Dedi keyin ibodatlar. Olbodan choy ichib o'tiryapti. Yashang o'ttirdim. Meni o'g'lim, ke choy olyapman, o'zimga qara. Men mas'uliyatlarim menga choy berdi. Ke senga ham choy beraman. Sen kadrimiz nima qilyapsan demak. Javlaganim uchun. Ho'jada ichib o'tirganlar. Yasha tenjoni zavsa kadr hammasi o'zim cho'zdim. Xudo xohlasa. Ha, yo'qsamchi. O'tib ketdi deb oxiri yetib oldi. Sen jonlaring sog' bo'lsin. 35 yildan bo'ldi qizlar. O'g'lim katta yigit qiz bo'ldi. ishlab turganmiz keyin shu gapingizdan qilib
Bulandı, şu bolanı biriga qo'ygan bulanni mendan olib tashlab, Yıllar 28 ming oyga plan topshiraman, bajarmaslar. Bularni silamatsin deb gap o'rganadi. Mayli bu bolani bo'shatib, o'sha odamingni qo'yib Olina. Axborot hamkorimiz Konika internet klubi. Tugadi. Hammaga rahmat. Qo'y bormasa bu kamchilik yo'qmi? Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Keling o'zingizdan. Bemalol. Choyga. Kimda keldingizmi? Videoda bor ekansiz deydi, ama men o'zim hech qachon videoda ko'rmaganman. Yo'q. Videoni ko'rgancha titrab Mana shu o'rtog'im alohida olib Yo'riqdan kelyapman. Qo'yda qo'yib qo'yaman. To'rxonadan yuribman. Hojixon. Mastura to'y kuni videoni qo'yib qo'yib turishadi. Ko'rib turamiz. Aydam qo'limni yuvayotganimda o'sha ro'mol o'ratayotgandim. O'sha ro'mol o'ratayotganimda olishgan ekan. Ko'rdik qilishdi. Shamshxonaga ko'rib yurarmiz. Siz o'msiz? Qimlat turish. Biz ishimiz chiqqanda boramiz, oshna boshqa vaqti yo'q. Qo'yda shunaqa. Nima ish tushmaslik kerak. Ish tushmaslik, tushkulik ham qilmasdi. Rejon. Bo'ying adirga sig'maysan desa, undaq bo'ladi. Adirga sig'maydi bu. Kunaqa kunaqa. Yaxshi ishlarimiz bo'ldi. Buni ham boshqa qildi-yu. Yaxshi emassan. Yaxshi ish bo'ldi. Sog'lik, rahmat. Jam bo'lma. Mana oldi masxarga. Masxar, kakkozli bu. Chunazotni boyib yurman. Ko'rsizga mana. Qo'shmor bermay, qo'shmor Juda bosib qo'ying, kirib qo'ying. Nima qo'yib borsang kitob? Ha, yaxshi. Man 35 yilga ularga gapirib qo'ying. Ha. Abdug'ani oson gapiring. Gapiring. Xohlagan kellar, xohlagan kellar. Xohlagan kellar. Ularga gapirdilar. Sog'dan gapirasiz. Hattamni sen bo'lganda sen gaplashing kerak. Men gapirdim, o'zi gapirding. Asqarganman. So'ra, o'ziga oshga utomma.
John? Okan'ın Türk yapısı. Gelmeyene gelmez. Orada gidiyoruz. John mu çok? Bu tübeşini tarla mı? Ana bu tübeşini ne yapayım? Ama tarla mı? Lama suca geperdiniz mi? Lama çala geperdiniz. İşte gaz. O chiqadi. Mikrofon. Gap gapirmagan bo'lsam, qaydan gapira olaman desang chiqadi. Mana yaxshi ishlar mikrofon. Borma soda yoqqa borma deyman. Artistga borish kerak. Bayram kuni kechirib boramiz. Ha bo'pti. Ana kim bilan yoqqa? Ukasi. Nima? O'sha bo'lim. Bo'lim. Kim bo'larsin? Hozir bo'tib. Toshbuloq. Galashib kelaymi? Endi boramiz. Kechirib, hozir vaqtim yo'q-ku. Akasi ham kelsin. Tajaganiganmi? Akasi ham kelsin bek. Yegerni ko'rishamizmi? Ha, ko'rishasan. Qana? Kal, bochka. Kalashni bo'ladi. Ha, ana bochkani ham o'chadi oldiga olib qo'y. O't yoqyapman. Kalashni ham olib qo'y. Tavuğu. Ciğerim tavuğu. Çalı go'sht. Çalı go'sht. Çalı go'sht. O basap gibnos qilib bitamda. Qashni. Hozirda kirganimda qilib Ustasi yo'q edi, shogird ekan. Go'sht sonni go'sht osib qo'ygan ekan. Aytdi, 3,5 mingdan berasiz salliqqa. Do'dim, yo'q dedim. 3 mingdan beraman dedim. 2 kilo dedim. Ana nimadan berasan biqimdan dedim. 3 kilo salliqqa berasan. 3 mingdan olarsan. Sen o'ylamay, hop deb tortib olgandan keyin go'sht bergisi kelmaydi-da. Oxiri nima qilishni bilmaydi. Aka aylanib go'sht bergisi kelmaydi. O'ramaysan, hozir berdi, ish qilib ketadi, kattini qilib qo'yaman dedi. Keyin talab ustiga pul nima qilmasdan 400 gram, 200 gram tosh qo'yib, tortib, tashlab. O'rab berdi. Pul qo'shmaysa, ya bo'ldi pulga. Irimni qilib qo'ymasam qo'lim qaltirab qoladi. 400 gram suyak qo'shib beryapti. Lishni. Ishni suyak bor ekan, katta suyak, ikkita. Ana shuni qo'shib berdi, hayron qoldim. Aka dedi, meni gipnoz qildingiz, hozir men ishga tavab qoladi, kechga dedi. Qasam oladi ularni. Aytdim, duo qildirib qo'ymadim, kechga bugun savdo yaxshi bo'ladi ko'rdim. Zakonni go'sht oldi uni.
endi o'zi ham aytadi, tortgandan keyin o'rag'isi kelmaydi, ish qilaranda, o'ramaysan ham. Qo'lim qaltirab qolyapti deydi. Tugatgan bo'lsa, 35 yil o'tdi. Bunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shu yil orasida mana hammamiz kasb o'ylanib qilib, yaxshi qiz o'g'illarni o'ylab chiqarib, shu 53-54 yoshlarga yetdik. Bu yoshlardan yana shunchasini yashab, sog'-salomat yuringlar. Endi shu kichkina qo'shnimizdagi ozgina yig'ilishimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Endi mana do'stlardan bir yaxshi muzikadan keyin kesakan chiqishib, o'ynashib, bir-birimiz xursandchiligimizni qilishni o'ylaymiz-da. Rahmat sizlarga. Hurmatli mehmonlar, ustozlar, qolaversa sinfdoshlar. Avvalambor hammalaringni mana shu koshonaga xush kelibsizlar. Hamma uchun eng asosiy nima bo'lgan, hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Oilalaringda farovon hayot, baxtli turmush, baxt saodat tilayman. Shu nima bilan mana shu arzimagan o'tirishimizni ochiq deb e'lon qilaman. Oldlaringdagi taomlarga qarab, bemalol o'z uylaringda o'tirishlaringni iltimos qilaman. Avvalo hammalaring xush kelibsizlar. Navbatni san'atkorlarga beramiz.
Belki uçken edim yadından Şirin hayalini büzdüm Leyla Leyla seni yarinden Ay Tırda bütün aşığım kızımdan Leyla Leyla seni yarinden Ay Tırda bütün aşığım kızımdan Azizlar, hurmatli mehmonlar, qolaversa sinfdoshlarim, marhum sinfdoshlarimiz. Hayotni o'tishini qarang. Kecha va savol kuni maktabda to'polon qilib bir-birimiz bilan so'z bermasdan quvalashib o'ynab yurgan nimalar mana bugunga kelib birimiz ota, birimiz ona, birimiz qaynota, birimiz qaynona, qator nevaralarni katta otasi, katta buvisi bo'lib qolamiz. Vaqt o'tishini qarang, vaqt hali oqar daryo deganday. Yana qaytaraman, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shuning uchun haliga nima deyiladi? Jahonni shodligi yig'ilsa butun do'stlar diyoridan bo'la olmas degan ekan bir shoirlarimiz. Shuning uchun shu bugungi didorlashuvimizda doimo xushchaqchaq bo'laylik. Bir-birimizda hech qanday gunohonlik, boshqa nima bo'lmasin. Avvalambor yana bir marta hammalaringni tabriklayman. Tabriklash so'zni keksa domlamiz, Yusuf domlamizga beramiz. O'zlarini bir dil izhorlari bo'lsa, bizga tilaklari bo'lsa, ikki og'iz so'z bilan ifodalab berarlar.
qanchasiga kelgan? Yo'q, o'qituvchisimanmi? Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar deyaveraman. O'quvchimizda hali ham. O'shunaqa. Hali ham o'quvchimiz. Mana shunchalik yig'ilish qilib biza aytibsizlar, buning uchun ming rahmat. Tan joylaringiz sog' bo'lsin, ishlaring o'ngda. Mana oramizda 35 yil o'tib ketdi, birodar. 35 yil degancha oldilar bola 55-50 dan o'tib ketdi-da. Hammasi nevaralik, bola chaqali bo'libdi. Meni tilagim shuki, doimo sog' bo'linglar. Tan joylaringiz sog' bo'lsin, bola chaqalaringning orzu-havasini ko'ringlar. Bizni singari qarib yuravinglar. Nima desa bo'ladi endi yana? Shu nevaralik, chevaralik bo'lib, sog' salomat yuraylik. Endi bundan boshqa 50 yilligini ham ko'raylik, ha? Xudo xayr. Salomat bo'linglar. Rahmat domla. O'sha 50 yillikda ham Xudo xolasa sizga aytamiz, mana shu yerda bir kelaman, ha? Kelasiz, Xudo xolasa. Endi hamma narsa jub bo'lganday tabriklash navbatini Sarmis oyamizga beramiz. Marhamat oya. Shamshxon oya. Kechirasizlar. Shamshxon oya chiqing. Hop. Sangi bo'lmaydi. Pastga tusha, ha? Marhamat domla. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Oldin ustozlardan boshlaymiz-da. Hurmatli oldingi o'quvchilar, bizga xuddi hozirgidek o'quvchisizlar. Xush kelibsizlar. Sog' salomat bo'linglar. Bu yilgi yil sihat salomatlik yili. Mana shu salomatlik yilida hammamiz sog' salomat bo'laylik. Shu yerda o'tirganlar qatorlaringdan xato bo'lmanglar. Sog' salomat. Domla aytgandek, yana hozir 35 yillik nishonlanayapti. Ana shu 40-50 yil nishonlashga ham biz ham qo'shilib sizlar bilan sizlarning saflaringda yuraylik. Hurmatli o'quvchilar, sinfdoshlik umr bahori, yillar o'tar tutar xumori degan. Xuddi mana o'sha xumori tutgan bo'lganligi uchun mana shu yerga to'planib hamma mana o'tib ketganlarni, oldingi ustozlar, domlalarimizni bir necha bor kelganimizdan hozirgacha bir necha bor yod etdik. Ana shu o'tib ketgan domlalarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Ana shu domlalarimizni esladik. Ular joylari jannatda bo'lib yurishgan bo'lsin. Shu bolalar bilan ishlagan odamni albatta joyi jannatda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi qolganlar salomat bo'lsin. Domla aytganda 50 yil nishonlashda ishtirok etaylik. Shuni tashkil qilganlarga ham katta rahmat. Mana Mahabbatxon, mana Po'latjon, mana Abdurahmon, mana shular tashkil qilishdi. Yana boshqalar, mana G'ulomboy. Mana shularga ham sihat salomatlik tilaymiz. Tanijonlari sog' bo'lsin. Mana shu yig'inlarni tashkil qilishaversin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Qanday gapiricha nima bo'layapti-da? Rahmat oya. 50 yillikda Xudo xolasa shayda yana bir marta o'tirib, mana shunaqa
aldırasan beni. Tabii çirkin, yüz gülge doğur şurada aldırasan beni. Yaşmazsın bilen, her yerde yolumuza yüresen beni. Bir bekleyin yol, köşesinden öpmegenim kiloy. Yüz ve dahli, bir gibi kapı megenim kiloy.